Assalomu alaykum, qadrli kuzatuvchilar. Mana bizga keluvdilar. Yanvar oyida Olmaotadan kelgan edilar. Mana 2 oy bo'ldi. Qaytib ko'rikka yana kelibdilar. O'zlaridan eshitamiz holatni qanaqaligini. Nima bo'ldi endi holatingiz oldingiga qaraganda? Holatim oldingiga qaraganda ancha yaxshi, Xudoga shukr. Ancha o'zgarish sezdim. Har yili qish faslida bo'ynim shishardi. Shamollamasam ham, uydan chiqmasam ham. Shu yil umuman shishgani yo'q. Uydan chiqib bemalol yangi yilni ham o'tkazdim. Xudoga shukr. Qishda yurdim. Umuman bezovta qilgani yo'q, lifam shishgani yo'q. Keyin dorilar ham hammasi tabiiy, hech qanaqa ximikat emas. Menga allergiya hech narsa bergani yo'q. Umuman yaxshi ta'sir qildi. Shamollash qanaqa bo'ldi? Umuman shamollash bo'lgani yo'q. Ishtahalarim yaxshi. Ichaklar yaxshi. Menda ko'p yillardan beri qabziyat qiynardi. Qabziyat umuman hozir yo'q bo'ldi. Xudoga shukr. Burun bitish, tomoq og'riq, unaqalar bezovta bo'lmadi. Aktivlik, uyqularingiz? Uyqularim tinch. Lecheniyadan davom ettiramiz. Yana lecheniya yozib berdim. Faqat hammasini joyida qilishingiz kerak. Bemorlarga nima deysiz? Mana shunaqa qiynalib yurgan bemorlarga. Tavsiya qilaman. Kelinglar, ko'ringlar. Men ishonmagandim, ko'rib yanvar oyida ko'rigiga keldim. O'ng tarafimda 4 ta limfa bor edi. Hozir Xudoga shukr 2 ta qolgan. Ikkitasi umuman yo'q bo'lib ketgan. Yana lechida davom ettiraman, yana kelaman. Kattakon rahmat, ishlaringizga omad. Sog' bo'ling.